Shu boshlarni bugun bitta opamiz, sizlar ham taniydigan opamiz singillarga sovg'a qilyapti. Nimaga desanglar, singillarning kichkina farzandi 10 yoshlar atrofida menimcha Qur'onni xatm qildi. Shu uchun shu boshlarni sovg'a qildilar, o'rtoqlar. Hammamizga nasib qilsin, like bosib, videoni oxirigacha ko'ringlar. U opani butun O'zbekiston taniydi, sizlar ham taniysizlar katta ehtimol bilan. Yuringlar. Qaranglar. Assalomu alaykum. Qaysi duolaringizni so'ragansiz? Qaysi duolaringizni so'ragansiz? 7-banga? Ya, ko'rmagansiz Instagramda. Voy, kutmagandim deylar. Kutmagandim. Singillar, opajonim, mehribonim, sizni ko'rsam yurak bag'rim ezilar. Ko'zlaringiz, so'zlaringiz, sog'inganim. Вообще, Shokka tushmang, bosh olaman deb kelgansiz shu bozorga, to'g'ri? просто ko'ramiz deb o'yladik-ku. Ha? Bo'l, u yoqdan chiq. Mehruz. Ha? Qaysi duolarimda so'radim? Qaysi duolaringizni so'radingiz shu? O'rgating bizga. Bemalol bosib ko'ring. Mosha sizniki o'sha. Voy, topma qildi. Bitta yig'lab olaylik, qarab turamiz. Nima deylar? Qattan bilibdilar deydi. Endi qarindosh bo'lsalar kerak edi qalbi. Alhamdulillahi robbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Inshaalloh. Inshaalloh. Qur'onlari ham zo'r. Yo'qsizlarni ham biladi. Bo'ldim. O'rtoqlar, bugun biz mana shu kichkinagina mana shu olimga sababchi bo'lgan bo'lsak, xursandmiz. Bu albatta quvonch ko'ryoshlari deydi-ku, quvonch. Xursandchilikdan yig'layapti. Salomat bo'ling, yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Rahmat qandalarga. Salomat bo'ling. Bizga nima qilasiz rahmat ayting opangizga. Salomat bo'ling. Charchamang.